Haftalik ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Oylik, haftalik va kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu haftaning birinchi yarmida O'zbekiston bo'yicha iliq va asosan quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat 14-yanvar shanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Havo harorati seshanba va chorshanba kunlari 15-18 daraja iliq atrofida bo'ladi. Kechalar harorat asosan 1-6 daraja iliq bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida ob-havo o'zgarishi kutilmoqda. 15-16 yanvarda respublika bo'yicha vaqti bilan yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi. 16-yanvarda qorga aylanadi. Havo harorati 15-yanvarda kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 16-yanvarda kechasi va kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning ayrim joylarida 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi. Poytaxtimizda 13-14 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 3-5 daraja iliq, kunduz kunlari 15-18 daraja iliq bo'ladi. 15-yanvarda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. 16-yanvarda yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi.